Kelishgan kuzatuvchilar, do'konimizda dekoplastlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, dekoplastlar standart 3 metr 4 metr bo'lib chiqadi. O'zbekiston bo'yicha bir xil razmerda. Bizda esa Dekosentra do'konimizda 260 sm dekoplastlarimiz bor. 260 sm-lik e'tibor berasizlar. Vodiyda yagona O'zbekistonda desam mubolag'a bo'lishi mumkin. Xo'p, bu ikkalasidan ham, uchalasidan ham bor 260 sm-lik dekoplastlar. Xo'p, bu tomonda ham bor variantlarimiz. Eng so'nggi modellar, so'nggi aboylar, Atacento deysizmi, Hightech deysizmi, hamma variantlardan bor. Xo'p, nima sababdan 260 sm dekoplast chiqartirganmiz? Birinchi sababi ko'pchilik shapkalarga 3 metrlik dekoplast olganda oshsa atqod kesib yuboradi, oshsa pul sarflaydi. Shuni inobatga olgan holda va ko'p uylarimiz 3,5 metr, 3,40, 3,60 bo'ladi. Atrofini hovuz qilganda albatta o'rtasi 250, 260 sm qoladi. Shuni inobatga olgan holda mijozlarning foydasini o'ylab, zavodga zakaz berib chiqartiradi 260 sm dekoplastlarni. Bunaqa variant faqat Dekosentradan topishingiz mumkin.